Bu salat koreys sabzi salatiga o'xshab tayyorlanadi, lekin mazasi undan o'tadi. Sabzilarni uzun-uzun qilib qirg'ichdan chiqarib olamiz. Pishmagan lavlagilarimizni ham sabzi qirgan qirg'ichimizda qirib chiqaramiz. Sabzi va lavlagilarimizni ustiga tuz sepib, ezmasdan sekin aralashtiramiz. Tuzlari bir-biriga o'tgandan keyin biroz bo'shashishini kutamiz. Sabzi va lavlagi bo'shashguncha qo'shimcha mahsulotlarni tayyorlab olamiz. Piyoz, sarimsoq, piyoz, ukrupni videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'raymiz. Tavamizga o'simlik yog'ini solib, piyozni chetlari sarg'ayguncha qovurib olamiz. Qovurilgan piyoz salat mazasini yaxshilaydi va o'zgacha maza beradi. Piyozni chetlari kuyib ketishi kerak emas. Mana shu orada tuz sepib aralashtirib qo'ygan sabzi va lavlagili aralashmamizni suvlari chiqib tayyor bo'ldi. Ustiga qovurib olgan piyozimizni solamiz. Shakar, ziravorlardan kashnich, achchiq qalampir, murch va 70% уксусdan yarim osh qoshiq quyib yuboramiz. Ular ustiga sarimsoq, piyoz va ukrupni solib, qo'limiz bilan yengil aralashtiramiz. Salat mazalari bir-biriga o'tishi uchun yarim soat o'z holida qoldiramiz. Salat yetilguncha Clean Home tozalash vositasi bilan oshxonadagi yog' tomgan joylarni osonlik bilan tozalab olamiz. Clean Home tozalash vositasi nafaqat uyingizni, balki kiyimlaringizni ham tozalaydi. Mahsulotni uzun market do'konlaridan ham xarid qilishingiz mumkin. Mana tayyorlab olgan salatimiz birpasda yetildi. Salatning ko'rinishi mazasini etib turibdi. Bu salatni yengil va mayonezsiz salatlar ro'yxatiga bemalol kirgizishingiz mumkin. Salat retseptini yo'qotib qo'ymaslik uchun menga obuna bo'ling. Videoni anchadan beri sizga salat qilib bermayotgan insoningizga yuborib qo'ying.